Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, salomatliklar. Yaxshimi? Bir yaxshi xushxabar bilan sizlarga yuzlanib turibman. Ofisga keldim. Kelsam kitob tashab ketishibdi. Kitob Ziyoul Qur'on. Oldin boshqa nom bilan chiqqan edi, ichida arabiy matn bor edi. Biroz kattalashib ketganiga buni arabiy matnni olib tarjimani, ya'ni ma'nolar tarjimasini o'zini qo'yishibdi. Ziyoul Qur'on bu Qur'oni Karimni ma'nolarini tarjimasi. So'zma-so'z tarjima qilingan, ajoyib uslub qo'llanilgan. Bu uslubda masalan deylik, oyatlarni o'zida ishlatilgan lug'atlarni qora, ya'ni yo'g'on qora to'q shaklda berishgan. Mana teskari ko'rsatyapti, buni o'nglab o'qib olsa bo'ladi. Xo'p. Masalan deylik, Qadr surasi, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna degani albatta biz degani. Mana albatta biz Qur'oni Karim oyatida kalima o'laroq ishlatilgan bo'lsa, uni qora yo'g'on harflarda yozilgan. U anzalnahu degi u ham turibdi. U nima desa, Qur'on. Qur'on jumlasi oyatda bo'lmaganligi uchun u berilgan, lekin nursiz, jirni emas yozilgan. Mana shunaqangi uslub bilan yozilgan. Hozirgi kunda bilasizlar, Qur'oni Karimning ma'nolari tarjimasi to'g'risida O'zbekistonda deyarli 3 dona mashhur bo'lgan tafsir tarjimalari bor. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullahniki, Alovuddin Mansur rahimahullahniki va Abdulaziz Mansur hafizahullohlarniki bor. Undan tashqari bu domla Hindistoniyninki ham bor, menimcha juda ko'p ommalashmagan. Bu o'shalarni ichida yana bittasi bo'lib xalqimizga taqdim qilinyapti. Bu kitobni manfaatli taraflari hozirgi kunda sunnat inkorchilari paydo bo'lgan. Qur'oni Karimga xohlagan ma'nolarini aytib, o'zlarining jumlalarini tiqishtirib, o'sha tiqishtirgan jumlalaridan buzuq e'tiqodni xalqimizga talqin qilayotgan, tashviq qilayotgan buzuqlar bor. Ulardan saqlanishlikni yagona yo'li bor, u ham ilmiy ma'rifiy ma'noda to'g'ri kitoblardan, to'g'ri yo'nalishdan foydalanish. Ana shunda mana bu kitob sizlarga asqotadi. Ziyoul Qur'on. Qur'oni Karimning 30 porasi hammasini ma'nolar tarjimasi ifoda qilingan. Shayx Aljan qori Fayzulloh Maxdum o'g'li. Bu kishi ham tahrir hayotida bor. Bu kitob tahrir hayotida. Abro Muxtor Ali degan bola ham bor ekan, bu ham tahrir hayotida bor. Muhammadjon Jahongirov. Muhammadjon muhaddis ulamolardan, Hazrat rahimahullohning shogirdlaridan, kuchli islom teologiyasi bo'yicha shaxsiyatlardan. Shayx Sayyid Rahmatulloh Termiziy domlamiz ham borlar. Bu kishini ham bilasiz, ilmiy salohiyatlari kuchli shaxsiyatlardan. Rahimberdi Rahmonov domlamiz borlar. Bu kishi ham xalqimiz yaxshi taniydi. Ma'nolar tarjimoni Sardorxon Jahongir. Bu kishi Turon fanlari akademiyasining akademigi, islomshunoslik fanlar bo'yicha PhD doktor, filolog. Bu kitobni tarjimasi ustida ishlagan. Kitobni tavsiya qilishim albatta avvalo talabalar uchun zo'r qo'llanma va Qur'on ma'nolarini tarjimasida biroz fikrim shakllansin desa, o'qishlik uchun omma xalqqa ham yaxshi, manfaatli. Ziyoul Qur'on asosiy man hozir targ'ib qilayotgan kitob. Buni oling. Kitobning asosiy foydalanilgan adabiyoti Faxriddin Roziyning Mafatihul G'oyb degan asari bor. Mafatihul G'oyb. Bu tafsir borasida to'g'rirog'i Ash'ari mazhabini kuchli shaxsiyatlardan hisoblanadi. Imom G'azoliy kabi zotlarni fikrlari shundan shakllangan ajoyib katta shaxsiyatlarni islom olamida kuchli kitoblaridan, o'sha kitobdan foydalanilgan ekan. Asosan o'shanga e'tibor berilgan.
oxirgi poralarini Makkada, Madinada o'tirib yozgan ekan. Sardorxon do'stimiz juda ahli ilm, juda harakatchan. Alloh ijodlariga barakot bersin, xalqimizga shunga o'xshagan manfaatli kitoblarni taqdim qilishlarida o'zi kuch-quvvat bersin.